Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men Katag'on filiali boshqaruvchisi Botir Dalaxonman. Bugungi uchrashuvimiz, navbatdagi uchrashuvimiz tadbirkorlar bilan uchrashib, ularni shu tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish orqali yangi ish o'rinlarini tashkil qilish bo'yicha gaplashib olamiz. Shu tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun, kengaytirish uchun, yana kengaytirish uchun bizda shu bankimizda kreditlarimiz mavjud. Shu kreditlarni masalan biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. 5 million so'mgacha yangi tadbirkorlikni boshlash uchun qulay kreditlarimiz, mahalla loyihasi doirasida ham kreditlarimiz bor. 50 million so'mgacha. Bundan tashqari 312 soliq qarori bo'yicha kreditlarimiz bor. 300 million so'mgacha, ya'ni 100 million so'mgacha garovsiz 100 million o'tib garov tariqasida ajratiladi. Mana kimda qanaqa savol, qanaqa takliflar bo'lsa, marhamat shu bo'yicha gaplashamiz.